Bugundan boshlab dieta qilmasak bo'lmaydi. To'g'ri aytasan, qomat tushash kerak. Endimi? Dietani shundoq tutib bo'lmaydi. Nimadirdan qo'rqsanglar, nimadir deb o'zingizlarga va'da berib, o'sha va'dani ustida tursanglar, keyin dieta qilsa bo'ladi. Agar men dietam buzsam, erim hamma qizlarga like bosib tursa Instagramda. Men dietani buzsam, chet eldan olib kelgan kiyimlarimga o'zim sig'may qolib, o'zim olib ketsa hammasini. Agar men dietam buzsam, krassavchik bolaga yerga tega olmay qoling. Endi aytdinglarmi chidaysizlar? Bu yog'i dieta. Esinglardami, tog'ga ketishda yo'l bo'yida 5 barmon nomeradinga kirardik-ku. Uzoqda bormayotgandik. Shuni Sergeli hokimiyatini oldida mana filial ochilibdi. Mamnaqa qo'rg'ali qazini faqat shu yerda haqiqiy qozoq oshpazi pishiradi. Xohlasanglar, o'zbek milliy taomlari ham bor. Erimni Instagramni o'chirib tursam bo'lmaydimi? Kiyimlarni nimadir qilsak bo'ladimi? Lekin senga Kechikinglar. Men birinchidan o'qimishli bolaga tegman. O'qimishli bola biladi, ayol kishidan keyin semirib ketishni. Aqlimizdan ham olinglar, zo'r hazm qiladi, ichi tozalaydi. Baribir bitta o'zing yemaysan-ku, to'g'rimi? Piyoz vol bo'lmasa. Au, idishi ham pishgan, yeb qo'y. Ayol kishini qaynonasi yenga olmasligi mumkin. Eri qo'lga ola olmay yenga olmasligi mumkin. G'iybat yenga olmasligi mumkin. Nafsi yengarkan. Bosinglar.